Hadid suresi Мәдине'de nazil bolgan. Cami 29 ayet. Nahayeti şefqatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Asmanlardaki ve zimindeki nerslerinin hemmisi Allah'a tesbih etti. Allah galiptir, hikmet bilen iş kılıgıcıdır. Asmanlarning ve ziminning padişahlığı Allah'a xasdır. Allah öldüreleydi, tirildireleydi. Allah her narsaga qodirdir. Allah'ның ibtidosi yo'qdir, intihasi yo'qdir. Ya'ni u hamma narsa yo'q vaqtdami bor edi. Hamma narsa yo'qolgandan keyinmi bor. Allah oshkoridir. Ya'ni mavjudligini ko'rsatuvchi dalillar bilan aqllarga oshkoridir. Maxfidir. Ya'ni uni ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydi. Uning zotining mohiyatini tunishga aqllar erisholmaydi. Allah hamma narsani bilguchidir. Allah osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratdi. Ondan o'ziga loyiq ravishda arsh ustida qaror oldi. Allah zaminga kirib ketadigan narsalarni, zamindan chiqadigan narsalarni, osmondan tushadigan narsalarni, osmonga o'rlaydigan narsalarni bilib turadi. Sizlar qayerda bo'lsanglar, Allah sizlar bilan birga. Allah qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Hamma ish Allohga qaytariladi. Allah kechini kunduzga kirgizadi, kunduzni kechiga kirgizadi. Allah dillardagi sirlarni bilguchidir. Allohga va uning payg'ambariga iymon keltiringlar. Allah sizlarni ega qilgan mollardan sadiqa qilinglar. Sizlardan iymon etganlar va sadiqa qilganlar cho'ng savobga ega bo'ladi. Ey kuffarlar, sizlar nemishqa Allohga iymon keltirmaysizlar? Halbuki payg'ambar sizlarni Parvardigoringlarga iymon keltirishga chaqirdi. Allah sizlardan chin ahd oldi. Agar iymon keltirishni iroda qilsanglar, iymonga oldiranglar. Sizlarni kufrining qorong'uligidan iymonning nuriga chiqarish uchun Allah bandasiga ro'shan oyatlarni nozil qildi. Allah shak shubisiz sizlarga marhamatlikdir, nihoyatda mehribondir. Nemishqa sizlar Allohning yo'lida pul, mol sarf qilmaysizlar? Osmonlarning va zaminning mirosi Allohga xosdir. Sizlardan Makka fatih qilinishdan ilgari pul mol sarf qilganlar va Rasululloh bilan birlikda turib dushmanlar bilan urushganlar, Makka fatih qilingandan keyin pul mol nafiqa qilganlar va urushganlar bir-biri bilan barobar emas. Ana shularning darajasi Makka fatih qilingandan keyin nafiqa qilingan va urushganlarning darajasidan cho'ngdir. Ularning har biriga Allah jannatni va'da qildi. Allah sizlarning qilayotgan ishinglardan xabardordir. Kimki Allohga qarzi hasana berdi ekan, ya'ni Allohning roziligini tilab, uning yo'lida pul, mol sarf qiladi ekan, Allah uningga hasilab qaytaradi. Uningga cho'ng savob beradi. O kunda mo'min erlarni, mo'min ayollarni ko'rsanki, ularning nuri ularning oldida va ularning o'ng tarafida mangudi. Ularga bugun sizlarga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bilan xush xabar beriladi. U yerlarda mangu qolasizlar. Bu ulug' muvaffaqiyatdir deyiladi. O kunda munofiq erlar, munofiq ayollar mo'minlarga bizni kutib turinglar, sizlarning nuringlardan azroq olayli deydi. Ularga masxara yuzisidan orqanglarga qaytib nur tilanglar deyiladi. Shuning bilan ularning orasiga bir sepil so'qiladi. Sepilning darvozasi bo'ladi. Darvozaning ichi tarafida rahmat, teshida azob bo'ladi. Ular mo'minlarni biz sizlar bilan birga emasmidik deb tovlaydi. Mo'minlar shundoq, lekin sizlar o'zinglarni fitnaga soldinglar. Ya'ni ko'rinishda biz bilan birga bo'lsanglarmi, lekin o'zinglarni munofiqlik bilan aloq qildinglar. Mo'minlarga baloyi ofatlar kelishini kutdinglar.
İslam dinidan şəklendinglar. Allah'ның rəhmətinin kənglikiga bo'lgan quruq arzular sizlarni oldidi, toki sizlarga o'lim keldi. Şeytan sizlarni Allah'ның afu qildiganligi va azob qilmaydiganligi bilan oldidi, deydi. Bugun sizlardan va kofirlardan fidya ilinmaydi. Joyinglar do'zaxdir. Do'zax sizlarga eng loyiqdir. Do'zax nima degan yomon joy. Mo'minlarga ularning dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haqiqatga, ya'ni Qur'on oyatlariga eriydigan vaqt yetmadimi? Ular ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralardek bo'lmasin. Ular bilan payg'ambarlarning orliqidagi zamonning uzirishi bilan ularning dillari qetib ketdi. Ularning nurg'uni Allohning itoatidan chiqquchilardir. Bilinglarki, Allah zaminni o'lgandan keyin tirildirdi. Ya'ni qaqas qurg'oq zaminni yomg'ir bilan ko'kartidi. Biz haqiqatan sizlarni tushunsin deb sizlarga kamoliy qudratimizni ko'rsatadigan dalillarni bayon qildik. Sadaqa berguchi erlarga, sadaqa berguchi ayollarga va Allohga qarzi hasana berguchilarga, ya'ni Allohning roziligini tilab kambag'allarga sadaqa berguchilar, yaxshilik yo'llariga xushallik bilan pul, mol sarf qilguvchilarga aslab savob beriladi. Ularga zo'r mukofot, ya'ni jannat beriladi. Allahqa va uning payg'ambarlariga iymon etganlar, ana shular Parvardigorning dargohida sidiqlardir, shahidlardir. Ular oxiratda savobga va nurga ega bo'ladi. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar va yolg'onga chiqarganlar, ana shular ahli do'zaxdir. Bilinglarki, dunyo tirikchiligi o'yindan, kishini oxiratda g'aflatda qoldiradigan mashg'ulotdan, zibu-zinnatdan, o'zaro faxrlanishdan, pul mol, farzand ko'paytib faxrlanishdan iboratdir. Bir aqıtım yig'ish bilan o'stirgan o'simligi dehqonlarni xursand qilgan yomg'irga o'xshaydi. Ondan u o'simlik qurib qoladi. Uning sarg'ayib qolganligini ko'rsan, ondan u yanchilgan cho'pga aylandi. Oxiratda kuffarlar uchun qattiq azob bor. Yaxshi bandalar uchun Allohning mag'firati va roziligi bor. Dunyo tirikchiligi faqat g'ofil odam oldinadigan bahriman bo'lishdir. Parvardigoringlarning mag'firatini, kengligi osmon zaminda keladigan jannatni qo'lga keltiringlar. U jannat Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etganlarga tayyorlangan. Bu Allohning fazlidir. Allah uni xohlagan odamga ato qiladi. Allah ulug' fazl egisidir. Yer yuzidagi barliq hadislar va o'zinglar uchirgan musibatlar biz ularni yaratishdan burun lavhul mahfuzga yozilgan. Bu ish shubhisizki Allohga osondir. Allah Taalaning ularni lavhul mahfuzga yozishi qulunlardan ketgan narsaga qayg'urib ketmasliginglar va Allah bergan narsalarga xush bo'lib ketmasliginglar uchundir. Allah mutakabbirlar va o'zlarini cho'ng tutquchilarni do'st tutmaydi. Ular bexillik qiladigan va kishilarni bexillik qilishga buyuradiganlardir. Kimki Allohning yo'lida nafiq qilishdan bosh tortadigan, Allohga hech ziyon yetkazolmaydi. Chunki Allah behojatdir, madihiyaga loyiqdir. Biz haqiqatan payg'ambarlarimizni ro'shan mo'jizlar bilan avatdik va ular bilan birga insonlar adolatni barpo qilsin deb kitobni, qonunni tushirdik. To'mirni yaratdik. To'mirdan urush qurollari yasaldiganligi uchun to'mir kuch-quvvatni o'z ichiga olgan. To'mirda insonlar uchun nurg'un manfaatlar bor. Allahni ko'rmay turib, qurollarni ishlatib Allohga va payg'ambarlarga yordam berganlarni bilish, ma'lum qilish uchun to'mirni yaratdi. Allah haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Biz haqiqatan Nuhni, Ibrohimni payg'ambar qilib avatdik. Payg'ambarlikni va kitobni ularning avlodiga ato qildik. Ulardan hidoyat topganlari bor.
ularning nurg'uni Allohning itoatidan chiqquvchilardir. Ulardan keyin payg'ambarlarimizni davomli avatdiq. Orqadan Maryam o'g'li Isoni avatdiq. Uningga Injilni ato qildik. Uningga agashganlarning dillariga shafqat va mehribonlikni soldik. Rahbaniyatni, tarki dunyolikni ular o'zlari paydo qildi. Ularga uni biz bekitmadik. Ular uni faqat Allohning roziligini tilab paydo qildi. Lekin ular uningga loyiq darajada amal qilmadi. Ulardan iymon etganlarning ajrini hasilab berdik. Ulardan nurg'uni Allohning itoatidan chiqquvchilardir. Ey Isoga iymon etgan kishilar, Allohdan qo'rqinglar. Allohga va uning payg'ambari Muhammad alayhissalomga iymon etinglar. Allah sizlarga rahmetidan ikki hassa berdi. Sizlarga sizlar mangdigan nurni paydo qildi. Sizlarga mag'firat qildi. Allah bakmo mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Ahli kitobning Allohning fazlidan hech narsaga qodir emasliklarini, fazlning hammasi Allohning qo'lida bo'lib, Allohning uni xohlagan odamga berdiganligini, Allohning ulug' fazl egisi ekanligini bilishi uchun Allah shu so'zni qildi.